Qadrli do'stlar, assalomu alaykum yana bir bor. Biz o'sha siz bilgan Abulfayz shifokor oldiga keldik. Hozir qisqagina suhbatimiz bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Siz shifokor oldiga chiqasizmi? Abulfayzni? Qalay? Juda zo'r. Yoqdimi sizga? Juda zo'r, yaxshi bola ekan. Yaxshi bola, ha. Qo'li gul bola ekan. Biz ham eshitganmiz-ku, ko'pchilik mamnun bo'lgan ekan. O'shaning uchun meni qiziqib qolib shu Abulfayzni oldiga ko'pchilik mijozda kelayotganini bilib, biz ham tashrif buyurdik o'sha yerga. Baraka topsin, juda yaxshi vrach ekan. Rahmat. Bemalol. Sog'ayib keting. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Mana shu klinikaga tashrif buyurganmiz. Bu o'tgan gal qisqacha bir ma'lumot berib o'tgan edik. Shu klinika haqida. Abulfayz shifokorimiz haqida bir qisqacha gapirsangiz. Siz mijoz, doimiy mijozmisiz yo birinchi kelishingizmi? Albatta yo'q. Abulfayz aka bizlarni oilaviy mijozimiz desa ham bo'ladi. Oilaviy stomatolog vrachimiz desa ham bo'ladi. Shunaqami? Chunki men o'zim kelganman. Men 2025-yil yanvar oyida kelganman. Tishimga briket qo'ydirish uchun kelgandim. Kelishimdan oldin tishim qiyshaygan, bu tarafida bitta, bu yoqda bitta tish olingan edi. Abulfayz aka menga yoqqan tarafi har bitta odam individual vaziyatini to'g'ri baholay oladi va shunga qarab to'g'ri yechim qila oladi. Men briket qo'ymasdan oldin tishimda bu qanaqa holatga keladi deb umuman o'ylamagandim. Haqiqatan oppoq chiroyli. Juda ham bir qiyshaygan, pastlari qiyshayib ketgan, bu tarafdan bittasi olingan hisobiga o'rniga o'rin kirib ketgan edi. Vaziyat to'g'ri baholab, to'g'ri lecheniya qo'yganlari uchun hozir men tishim shu holatga keldi. Mana shu holatga kelishiga menimcha bir 2 yildan oshiq vaqt ketsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, unaqa bo'lmadi. Qancha? Xo'p, 1 yilu 2 oy vaqt ketdi. O'zi umuman olganda bizga real natijamiz 6 oyda bilindi. 6 oyda o'sha boshlanishidan 6 oygacha. O'sha yanvar oyida, 9-yanvarda qo'yilgan bo'lsa, o'sha 6 oyda bizga real natija ko'rindi, ko'zga ko'rinarli bo'lib, undan keyingi vaqtlar o'sha tish oralarini qotish uchun ketdi desa ham bo'ladi. Qizlarimiz o'sha briket qo'yib ancha qiynaldik. Bu shunaqa bir shikoyatlar qiladigan paytlari bo'lganda. Ha, shunaqa. Men o'zim tanishimda ham bunaqa holat kuzatildi. Aytdilarki, bir joyga borib qo'ydirgandim, yo'q, tushib qolish, boshqa narsa holatlari bo'ldi. Keyin borib qaytib qo'yib berma dedi. Bular garantiya berdilar menga. Agar tushib qoladigan bo'lsa, o'rniga o'rin boshqa обязательно qo'yib beraman dedilar. Lekin Xudoga shukr, birortasi ham tushib ketgan. Tushmadi. Tushmadi. Bundan tashqari men o'zimni xizmatlaridan foydalangandan keyin onamlarni ham bularga olib keldim. Onamlarning yoshlari 67 da. Tishlari pastlarida tishlari qolmagan edi. Hammasini chiroyli qilib, chutki qilib solib berdilar. O'sha implantlarni qo'yib, joyiga solib berdilar. Onam hozir bemalol xohlagan narsalarni tishlarida chaynab yeya oladilar. Demak, siz oilaviy kelib turasizlar va foydalansizlar xizmatlarni va ularga hammasiga tavsiya bergansiz. Shunaqa. Nafaqat o'zim, oilam, balki hammaga tavsiya beraman. Do'stlaringizga, hammaga maslahat beraman. Chiroyli tabassum xohlasa, demak doktor Abulfayzga. Sifatli xizmat xohlasa, demak doktor Abulfayzga murojaat qilishni xohlayman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz? Rahmat. Qarang, men hozir bir singlimiz chiqib ketdilar, ulardan bir fikr oldim. Keyin hozir Shuhratdin ukamiz anchadan beri Abulfayzga qatnar ekan. Biz ham davolangan ekan. Biz ham Abulfayzga qatnab yuribmiz. Qizimni olib kelaman. Oilaviy shu nimaga kelamiz-da biz. Abulfayz yaxshi vrachimiz o'zimizda. Oilaviy desam bo'laveradi. Oilaviy. Hamisha shunga kelamiz. Hozir men kelib hozir kelib endi o'chirti ko'p ekanda. Soat 1 soat 1,5 soatlardan keyin yana obratno kelamiz. Kelib tishlarni haligi briketni nima qildik, o'shani qo'ydirib nima qilamiz. Har haftada kelib turamiz bunga. Xabar olib. Demak, siz doimiy qo'li yengil vrach. Qo'li yengil, juda zo'r. O'zi kamtarligi yaxshi zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas bunga. Rahmat, sog' bo'ling. Ularga ham endi hammaga tavsiya qilamiz. O'sha Abdulazizni oldiga kelib, mana tishlarini ko'rsatib, mana biz ham o'zi tishimizni hozir nima oldindan qo'yganmiz. Lekin haqiqatan yoshingizga nisbatan endi bizda pensiya katta yosh ham ko'rinmaysiz, lekin baribir har holda tishingizni bemalol ko'rib gaplashib ko'rishib gapirsangiz bo'lar ekanda, shunchalik. Yangi qo'yilgan nimalar. Qizimni ham hozir olib kelaman, agar nima qilsa endi
birpasdan keyin kelamizda очередь ko'p ekan. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sog'ib ketsin Yaxshi kunlarda qizimiz. ko'rishaylik. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat, salomat Xo'p. bo'ling. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan suhbatimizda ayni Olmos dental servis shifokori Abulfayz Oliyev bilan suhbat uyushtirgan edik va sizlarga bergan va'damizni ustidan chiqqan holda mana hozir Abulfayz bilan to'liqroq suhbat qilamiz. Ya'niki ular bajarayotgan ishlar, ulardan mamnun bo'layotgan mijozlar, yurtdoshlarimiz haqida ma'lumot olib sizlarga ma'lumot beramiz deb aytib o'tgan edik. Mana shu ma'lumot bo'yicha Abdulfayz yana klinikaga tashrif buyurdik. Tinch omonmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xizmatlar bilan. Yo'q, yaxshi. Maryam xola singlimiz mana hozir ular o'zlarini mana shu klinikada Abulfayz shifokorimizni o'sha mamnun bo'lib o'zlarini bemalol mana ekranga chiqib gapirishlarini hozir o'zlariga ep ko'rdilar. Men bundan xursand bo'ldim. Maryam, tinch omonmisiz? Rahmat, yaxshi. Savolim menimcha tushunarli bo'lsa kerak. Tushunarli, Sizga qanchalik darajada bu avvalo klinikada xizmat ko'rsatishdi, undan tashqari keyingi savolim Abulfayz shifokorimizni qanchalik sizga o'sha muolaja paytidagi o'zlari xizmatlari shular haqida gapirib bersangiz. Men birinchi botga kelishim sababi o'g'limni tishini operatsiya qildirdim. Menga ishlari yoqib, ishlarini kuzatib, men o'zimni pastki tishlarimni optekis edi. Keyin qaror qildim, ishonib Abdulfayzga ishonib topshirdim tishlarimni. Albatta ayol kishi tabassumi chiroyli bo'lishini xohlaydi hamma. Ishonib keldim, ha 1 oyda natija oldim. 1 oyda. Men natija briketda menda bo'lmaydi deb o'ylaganman boshida. Borganman birikta stomatologlarga. Abdulfayzga keldim, 1 oyda natija oldim. Endi o'g'lingizni demak hozir yaxshi tishlari. Yaxshi, o'g'limning tishlari. Yosh bolalarga ham, yosh kattalarga ham, men 30 yoshda briket mumkinmi bilmay keldim-da endi. Hozir bildim. O'g'lingizni davolayman deb kelib, o'zingiz Qolib ketdim shu yerda. Meni o'zgartirdilar, ishonch berdilar. O'zgarasiz. Yo'q. Iloji bor. Men qila olaman dedilar. Ishonib keldim. Boshqalarga ham maslahat beraman. Menga o'xshab uyalib, tabassumidan uyalgan ayollar bor-ku baribir. Ularga maslahat beraman endi kelish. ilojim bo'lsa Maryam ham mana shu kameramizga gapirib shu murojaat qilsangiz, o'sha siz kabi siz yoshingizdagi ayollar, endi siz yoshingizda farzandlari bor, turmush o'rtoqlari, balki men o'tgan gal aytdim-ku, 7 dan 70 gacha bo'lgan mijozlarga xizmat ko'rsatadi Abulfayz shifokorimiz. Shu ma'noda o'zingizni tengqurlaringizga Albatta, u yoshga bog'liq emas ekan. Yoshga bog'liq emas. Bemalol qo'rqmasdan qo'ydirsa bo'ladi. Demak, qadrli ayollarimiz, go'zal singillarimiz, menga endi singil bo'ladi, singil sifatasida. Singillarimiz bemalol qo'rqmasdan Abulfayz shifokorimizni qabuliga kelinglar. Yana bir bor eslatib o'taman, mana hozir ekranda ko'rib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, murojaat qiling va o'sha Bektemir tumanidagi birinchi kiraverishdagi postdan 1,5 kilometr yurib, o'ng qo'lda shundoq Olmos dental servis klinikasi joylashgan va mana shu joyga keling. Bekshoh ko'chasi 216-A raqamli uy. Qani men yoddan bilib qolganman bu. Chunki kelib yod bo'lib ketgan. Endi Abulfayzning o'zidan bir fikr so'raylik. Bu Maryamxon mana keldilar. Qarasangiz, gaplashgansiz, tishlarda o'sha noqulayliklarni sezgansiz, to'g'rimi? Keyin taklif berdingiz. Yo o'zlari aytdilarmi? Bir kurs tikanlariga ko'rganimda o'sha tishlarini qiyshiqligidan jalba o'sha nimalari bor ekan, ko'ngillari to'lmasdan yuradi. Kulganlarda ovoziga Kulganlarda estetik jihatdan tishlarini yaxshi emasligiga shikoyatlari bor edi. Keyin shu maslahatlashib, shunga qaror qildik, shu breketlar bilan taklif berdingiz. Vaqt talab qilishi mumkinligini, lekin juda ham vaqt talab qilgani bilan yaxshi estetikaga ega bo'lishini aytganmiz. Keyin bular
shunga rozi bo'ldilar, keyin breketlarni o'rnatdik. Asosan pastki tishlari qiyshiq bo'lgani uchun pastaklarga o'rnatganmiz. Breketdan qo'yganmiz. Ko'pchilik qo'rqadi, o'ylaydi. Qo'lni bekitib bir umr yurishinglar mumkin-da. Mehmonga borasizlar, do'stlar bilan gaplashasizlar. Tanish, notanish insonlar bo'ladi. Qachongacha qo'linglarni bekitib yurasizlar. Kelinglar mana, shifokorimiz tayyor mana. Raqamlar tayyor, mazmun tayyor. Mana hattoki shu ishlardan mamnun mijoz Maryamxon mana gaplardan eshitibsizlar. Qanaqa siz yana mana masalan o'zingiz, o'g'lingiz, qarindoshlaringiz bordir yana? Ha, albatta tavsiya qilaman Abdulfayzga. Men briketdan tashqari yana narsalar qo'shmoqchiman. Oqartirishlar, bu da hamma muolajalarni o'tkazadi o'zlari. Yana muolajalar bor. Siz sanab o'tyapsiz, yana mana bizlar hozir 7 dan 70 gacha bo'lsangiz ko'rib turibsiz, 7 yoshlar ham hozir farzandlari bilan ko'rib turishdi, ota-onalar. Qanaqa o'sha taklifingiz bor? O'sha haqiqatdan mana hozir men o'qidim, ro'yxatda o'qiganman, juda ko'p o'sha xizmatlari bor-da bularning. Tish oqartirish, chiskalar, tozalashlar, keyin breketlar o'rnatish, tishlar qo'yish, oq keramika tishlar, sirkon keramika, vinirlar qo'yishlar bor. Implantatsiya ham qilyapmiz, implantlarni ham o'rnatamiz. Tish yog'i joylarni implantlar bilan o'rnatib, tish qatorlarini tiklash amaliyotlarini ham bajaramiz. Yosh bolalarga 14 yoshgacha bo'lgan bolalarda yosh bo'lgani uchun ularga protezlash amaliyotlarini ham bajaryapmiz. Ya'ni tishlarni profilaktikasi, ya'ni bolalarda shu yoshligidan protez qo'yishga yosh bolalarda vaqtidan oldin tishini oldirsa yoki vaqtidan kech